Demak, bugun o'tar ekanmiz. Tak, hozir. Xo'p, assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan reading boost qilishni o'rganamiz, ya'ni oshirishni o'rganamiz. Yaxshilab joylashib oling, qog'oz va ruchka olib, aytgan joylarni yozib boring. How to improve, qanday qilib ko'tarsa bo'ladi? Qadam va qadam. Osongina o'rganing. Agar sizda vocabulary, grammar va tarjima qilish bo'lsa, siz hech qachon qiynalmaysiz. Multi-level reading part 1 qismida. Sabab bu qism ko'pincha A2 level yoki B1 levelda ko'pincha tushadi. Hozir men sizlarga buni to'liq tarjimasi bilan va iloji boricha qanday taktikalar ishlatishni o'rgataman. Xo'p, birinchi o'rinda mana bizga berilgan reading qismi bo'ladi va bunda biz bu grammatikasini, to'g'ri grammatika strukturalarini ko'rib, undan keyin bu yerlarga 1 dan 6 gacha to'g'ri javobni yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Agar sizda vocabulary, grammar va yana aytib o'tganimdek to'g'ri tarjima bo'lsa, siz hech qachon qiynalmaysiz. Bu avvalgi examlar, last examlarda tushgan, adashmasam, shu o'tgan yili tushgandi mana shu. Demak, birma-bir ko'rib chiqamiz. Mana xo'p, Olivia likes traveling and visiting new place. Ya'ni Olivia degan bir qiz yoki o'sha ayol sayohat qilishni yoqtiradi, sayohat qilish va yangi joylarga tashrif buyurishni yoqtirar ekan. Xo'p, buni bilib oldik. O'tgan yoz uning oilasi bilan o'sha dengiz yaqinidagi bir town shaharcha qishloqqa boribdi. O'sha bir joyga boribdi. Oilasi bilan birgalikda. Mana seaside o'sha dengiz yonida degan tarjimani ham beradi. Xo'p. Garchi also nima bo'lishi mumkin? Mana bu yerda berilyapti. Har doim e'tibor bering. Javob mana bu yerda keladi. Bundan bosh tarafida keladi. Bu tarafda kelmaydi, pastki tarafda kelmaydi. Oldingi tarafda keladi javob. Also nimadir was small. It was really wonderful. They choose a hotel that had a beautiful view of the sea. Xo'p, nimadir kichik ekan va u juda ajoyib ekan. Ya'ni qaysidir ma'noda shinam, chiroyli desak ham bo'ladi, ajoyib ekan. Va bu bizga nima bo'lishi mumkin? Town. Mana. Chunki the article bilan kelgandan keyin mana bu yerda town birdaniga tushadi. Mana hozir javobni olamiz. Birdaniga town bo'ladi bizga. Birinchisiga javob. Yo'q. Mana birinchisiga javobimiz shunda town bo'lar ekan. Mana hozir bu yerda biroz yozilmayapti nimagadir. Lekin xo'p, yuqoridan berib o'tib ketsam ham bo'ladi. Mana hozir joy tashlaymiz. Birga town bo'lar ekan, ya'ni o'sha joy shunday. Xo'p, ular hotelni tanlabdi va chunki nimagaki ularning bu o'sha mehmonxonani tanlashiga sabab nimaiki, bu yerda dengizning ko'zga ko'rinarli bir
chiroyligi, tabiati borligi uchun ular mana shu hotel, ya'ni mehmonxonani tanlashgan ekan. Va tonglari, erta tonglari ular mana went swimming, mana bu yerda biz bilamizki, go fe'ldan keyin biron bir jismoniy harakat keladigan bo'lsa, unga verbga ing qo'shilib ketadi. They went swimming in the nimagadir, qayergadir ular borishibdi, cho'milgani, yuvingani borishibdi. Va nima bo'ladi? Mana bu yerda bu yoqdan kelmaydi. Mana yuqoridan keladi mana. They choose a hotel that has a beautiful view of the sea. Xo'p, nima? Cho'milgani hotelga bordimi? Yo'q. Hotel ham to'g'ri kelmaydi. Hozir nima qilamiz? Kimga, qayerga borishdi ular? Hotelga borishdimi? Ular hotelga, ya'ni yuvingani hotelga borishdimi? Nima deb o'ylaysizlar? Qani bitta yozingizlarchi. Yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, ular aslida hotelga borishmagan. Ya'ni o'sha tonglari aytishyaptiki, ular mana demak ikkimizga bizda o'z-o'zidan keladi. Si javobi ikkiga si, ya'ni dengiz to'g'ri keladi bizda. Ya'ni hotelga o'ziga bormaydi-ku. Ya'ni cho'milishgani, ya'ni yuvinishgani hotelga borishmaydi. Demak, davom etamiz. Ya'ni mana bu yerda grammatikaga e'tibor berib ketadigan bo'lsangiz, mana bu yerda subject, mana o'tgan zamonda verb, mana oxiri object to'ldiruvchilar kelmoqda. Subject verb 2, undan keyin o'sha go fe'li, ya'ni go fe'lining birinchi shakli verb 1 shakli bo'lsa, bu ikkinchi shaklda verb 2 shaklida kelyapti va biron bir jismoniy harakat keladigan bo'lsa, bunga ing qo'shilib swimming bo'lib ketadi. Demak, mana kelyapti kimyog'i object. Demak, 2ga si. Tonglari ular cho'milishgani boribdi. Erta tonglari o'sha dengizda cho'milishga boribdi va shuningdek ular turli xil restoranlarga borishdi. O'sha joydagi towndagi, shaharchadagi o'sha joydagi restoranlarga, turli xil restoranlarga boribdi va nima qilishga boribdi? To try various foods. Demak, bu yerda try harakat qilish to'g'risida kelmayapti bu yerda. Demak, food bilan beqiyosga kelgani uchun mana bu yerda mana to significant, ya'ni muhim, look at this. Bunga qarang. To try various foods. Turli xil taomlarni iste'mol qilmoq, ya'ni jeb qo'ymoq, jeb ko'rmoq. Mana shu o'rinda keladi. Demak, mana shu ham juda bir ajoyib mana. O'z-o'zligidan ajoyib mana. Mana shuni. Shunday qilamiz va bitta tashab qo'yamiz. Stavit. Yo'q. Deppa. Xo'p. Davom etamiz. Biz demak 3ga keldik mana. O'sha turli xil taomlarni, turli xil restoranlarga boribdi, o'sha yeb ko'rish uchun, har xil turdagi ovqatlarni iste'mol qilib ko'rish uchun borishibdi. Va 3ga bu nimadirlar very delicious, ya'ni juda mazali edi. Nimadirlar juda mazali ekan. Nima? Restoranlar juda mazalimidi?
Yo'q, to'g'ri kelmaydi. Demak, oldida kelyapti, foods'ni olamiz. Sabab mana delicious, mazali. Demak, 3 ga o'z-o'zidan o'zi foods bo'lar ekan, taomlar ya'ni. Xo'p. Davom etamiz. They wanted to go on a boat trip. Ular xohlabdi, ya'ni unida, ya'ni qayiq safariga borishdi. Ya'ni qayiqda safar qilishdi. Go on, o'shanda davom etmoq, o'sha yerda bormoq, o'sha qayiqda sayr qilishni xohlabdi. Lekin biroq she had never been one before. Nimadadir u avval hech qachon bo'lmagan ekan, o'tmishda hech qachon bo'lmagan ekan, oldinlari chiqib ko'rmagan, bo'lmagan. Bu ham she had never been one before. Avval o'tmishda u hech qachon bu yerda bo'lmagan, umri davomida. Ya'ni qancha vaqt yashagan bo'lsa, shuncha vaqt bo'lsa ham u bo'lmagan. Mana buga ham e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu ham o'z-o'zidan o'zi foydali demakdir. Xo'p. Demak, mana bu yerda yuqorida kelgan nima? Ular boat tripga xohlashgan, qayiqda sayr qilishni xohlagan, lekin u hech qachon bo'lmagan. Ya'ni Olivia bunda hech qachon bo'lmagan. Ya'ni o'sha ya'ni bu yerda bot to'g'ri kelyapti. Mana ona bot. Xo'p. Biz o'z-o'zimizga bot trip desangiz bo'ladi, lekin o'z-o'zidan o'zi mana uni ololmaymiz. Sabab mana yerda chiziqcha, ya'ni tire belgisi bo'lganda ham bu ikkalasi bitta gap bo'lardi, lekin biroq bular ajratib yozilgan, demak ikkita so'z bo'lgani uchun bitta botni olamiz. Because you should use one word. Demak, bot. 4 ga ham bot bo'ldi. For the trip, o'sha sayohat uchun. Sayohat uchun ular islandga, they went to an island, o'sha orolga borishdi, o'sha island, o'sha sohil, orol, o'sha joyga borishdi. The nimadir was full of colorful flowers. Bu nimadir? Turli xilda ular bor ekan. Gullar bor ekan, turli xil, har xil turdagi gullar bor ekan. Nimadir bo'lishi mumkin. Nimadir? Ya'ni bu yerda flowers bo'lsa ololmaymiz. Sabab javob bu tarafdan keladi. Yo'q, bu tarafdan emas. Xo'p, tasavvur qiling, bu nimadir? Demak, island, the island. Bu yerda article bilan beradigan bo'lsak, keyingi safar biz the article bilan berishimiz kerak. Demak, bu yerda bo'ladi, 5 ga bo'ladi island. 5 bo'ladi island. Last question. Xo'p, bu island, o'sha sohil, juda turli, har xil turdagi gullar bor edi, bor. They took photos of the nimanidir o'sha rasmga olibdi. Took photos. Rasmga olmoq, ya'ni bu ham juda ajoyib ishlatsangiz bo'ladi. Men bu yerda yozaman. 7 qo'yamiz. Take photo. Rasmga olmoq. Bu yerda o'tgan zamonda berilyapti. Hop. Mana buni tashlab olamiz. Oltligimizsa, yana oltlig.
uzr. Demak, nimagadir bu bosilmay qolibdi. Mana endi bo'lgandir. Take a photo. Rasmga olmoq. Xo'p, demak, ular nimalarnidir rasmga olibdi, bir nechta rasmlarga olibdi. Demak, nima bo'lishi mumkin? Colorful, rangli. Ular rangli rasmni oldi. Yo'q. Ranglarni rasmga oldi. Yo'q. Bu umuman to'g'ri kelmaydi. Demak, bizda mana flowers to'g'ri kelyapti. Flowers. Avvalgi imtihonlarda tushganligi uchun ko'ryapmiz mana buni. Oliviyani, bu Oliviya, u siz o'ylaganchalik o'sha har yilda bir marta yangi yil ayyomlarida qilinadigan Oliviya salati emas, bu men buni ko'rishingiz mumkin. Men bu ayol kishining ismi ekan. Demak, shunday ekan boshladik. Men bu yerda muhim, vital degani important o'shanga sinonim. Muhim o'sha anilar lug'atlar. Seaside, dengiz ya'ni dengiz oldida, yaqinida, yonida, yaqinida, o'shada. Wonderful, ajoyib, juda zo'r. Beautiful view of the sea. Dengizning chiroyli go'zalligi. Full of colorful flowers. Har xil rangdagi gullar. Demak, mana shuni o'zini ham shuni tashlab qo'yamiz va olam shot. Xo'p. Men nima demoqchi bo'lyapman? Agar sizda grammatika, yana yuqorida ta'kidlab o'tganim kabi grammatika, vocabulary, meaning, ya'ni mana correct translating. To'g'ri tarjima qilish bo'lsa, vocabulary, grammar, correct translating bo'lsa, siz hech qachon qiynalmaysiz. Mana shu narsani unutmang. Buni hech qanday qiyin darajalik yo'q. Bu hozir bizda A2 darajada berilmoqda. Mana Oliviyaning hayoti haqida ma'lumot A2 darajada bo'lmoqda. Bu bemalol topsangiz bo'ladi. Hech qanday qiyin joyi yo'q. Demak, keyingisiga o'tadigan bo'lsak, multi-level part 2. Act like a hero. Ya'ni qahramon kabi harakat qil. Qahramon kabi harakat qil. Buni ham mana shunday qilib tashlab qo'ysak, barakalla degan joydan bir sanno bo'ladi. Hop. Demak, boshladik. Endi multi-level part 2 qismida bu yerda ko'pincha B1 darajadagi bo'ladi. Ya'ni B1. Buning darajasi, level of these questions. Bu yerda bizga beradi. Mana, misol question 7-14. Read the text 7-14 and the statements A-J. Decide which text matches with the situation described in the statements. Ya'ni demoqdaki 7-14gacha bo'lgan matnlarni o'qib chiq va to'g'ri kim bu yoqdan o'sha A dan J gacha bo'lganlarni ham o'qib chiq. Qaror qil, qaysiki o'sha
matchinglarda senga yechim berilyapti. O'sha javobni belgila. Har bir o'sha paragraf statementslar bir marta, ya'ni mana bular bir marta ishlatilishi kerak. Bu yerda ikkita ortiqcha, ya'ni statementlar bor. Sen ishlatishing kerak emas. Bular ortiqcha shunchaki seni chalg'itish uchun berilgan. Mark your answer on the answer sheet. Javoblaringni answer sheetga ko'chir qoldir. Xo'p. Birinchi bo'lib, bu kerak emas. Sabab bu yerda bizda ikkita keraksizi bor. Demak, biz birinchi bo'lamizdan mana bu yerda o'qib olamiz. 7 to 14. Shungacha o'qib olamiz. Yeah, old Anchor Hotel. Demak, eski Anchor Hotel ekan. Located in the beautiful historic market town of Ruzin. Excellent value for money. 59 pounds per couple. Many local attractions surrounded by countryside and any 3 nights for the price of 2. Information pack 01824702813. Hop. Located in the beautiful historic market town of Ruzin. Короче, o'sha Ruzinning ajoyib o'sha tarixiy Ruzinning o'sha Ruzin joyida joylashgan ekan. O'sha chiroyli ekan bu joy. Ajoyib. Xo'p, to'lash uchun hamyonbop degani har bir o'sha lokal o'ziga jalb qiluvchi narsalar bor ekan. O'sha surrounded by countryside, ya'ni shahar markazida joylashgan ekan. Any 3 nights for the price of 2. Mana bizlarga beriladigan any 3 nights for the price of 2. Mana shu kalit so'z biz uchun. Demak, 3 tun bu narxning 2.5ga teng ekan. Xo'p, buni o'qib oldik va bir boshdan kelamiz. This hotel provides golf and natural fitness. Bu mehmonxona ta'minlar ekan golf bilan va tabiiy sayohatlar, o'sha zavqlar bilan sizni ta'minlar ekan. Great for sports and welcome as children to. Bolalar sport uchun va bolalar uchun juda ajoyib ekan. A good hotel to explore north walls. Ya'ni shimoliy o'sha joylarni tadqiqot qilish uchun ajoyib ekan. You can take your dog with you. Sen kuchugingni o'zing bilan birga olib olasan. List price winning country hotel. Kelishilgan narxlarda winning o'sha yutuq country hotel shahar o'sha country mehmonxonasi. Historic market town hotel o'sha 3 nights for the price of 2. Mana bizga kerakli bo'lgan historic tarixiy o'sha do'kon town o'sha mana xuddiki mana 7 da bizga berib qo'ygan. Mana any 3 nights for the price of 2. Demak, bizga berib qo'ygan. Bizda xo'p kalitsiz bo'ldi. Any 3 nights any 3 nights for the price of 2. Mana. Xo'p. Mana shu bizga kalitsiz bo'ldi. Demak, o'zidan 7 ga olamiz. F varianti olamiz. Demak, rangini o'zgartirib qo'ysak, adashingizmi? 7 ga F ni oldik. Keyingisiga o'tamiz. Bir o'qib olamiz. The Dallas Country House Hotel
National Trust Parklands agreed to list Old English Country House, Panoramic Castle, and Countryside Views Food and Service second to none. Norfolk's Award winning Country House Hotel. Make the dream come true. Okay. Demek bilib oldik. Bu yerda kalit so'z bo'lmoqdami? Norse mana shu winning kalit so'z bo'lmoqda ekan. Listda qo'ygan. Xo'p, demak list oldi English country house panoramic castle. Demak bizga kelgan narsa hop 7ga o'z-o'zidan va winning o'z-o'zidan berib qo'yganligi uchun javobi eng asosiy javob bo'lar ekan. Ya'ni o'z-o'zidan o'zi winning berib qo'yilmoqda bizga. Demak, bizga kalit so'z nima bo'ldi? Bu yerda o'z-o'zidan o'zi berilib qo'ygan. Listed birinchisida listed, keyingisida winning for. Kalit so'z 2 listed and winning for. Demak, bizda javob qoldi. Xo'p, hozircha bizlarda F bilan E ketdi. Demak, boshqarik qolganligiga o'tamiz. Golf, craft, sport. Okay. O'qib o'tirish shart emas, bu juda oson, chunki men golf boshida berib qo'yapti. Boshqa joyda golf yo'qligi uchun mana boshida golf, craft, sport. Mana hozir men golf and natural treatments. Bu demak o'z-o'zidan kelib a country house, hotels, unique craft center, free golf, tennis walks, all full boards with child and participants bookings. O'sha ekan. Demak, with child. Demak, childrenlarga ham mumkin ekan. Great for sportsman. Demak, bu yerda sportga sinonim bo'ldi. Tennis, golf bilan ta'minlab berar ekan va bolalarga ham mumkin ekan. Mana shu joyi bizga to'g'ri bo'ldi. Demak, boshida biroz qizishib, biz ham adashibmiz. Demak, bu yerda welcomes children bo'lganligi uchun Fga B javobimiz 9ga B javobimiz bo'ldi. Endi unda o'qiydigan bo'lsak, bizda Qizil uy o'sha shahardagi mehmonxona in the picture closed o'sha Chatsworth uyiga yaqin joyda joylashgan ekan va boshqa bir o'ziga tortadigan attractionlar, qarorgohlar, special mini bricks. Hop. Demak, country hotel with many attractions close by. Demak, bizda unga bo'lyapti mana. Men unda ko'rishingiz mumkin. Mana attractionslar ham kelyapti. Close to Chatsworth. Chatsworth House. O'sha and attractions. O'sha.
Demak, o'zidan bu yerda biza attractionlar nima deb berilgan? Demak, country hotel with many attractions close by. O'zidan berilib qo'ygani uchun, demak, unga ga bo'lar ekan azizlar. Hop, keyingi Summer Spa Golf Mini Weeks July August $99 evaziga Pippin TV includes o'z ichiga olarkan taom, spa o'sha nima deydi, spa o'sha massaj degani va treatment golf demak bu yerda kelyapti bizga treatment bilan golf. Demak bu yerda treatments demak 11 ga o'z-o'zidan qiyoslanib mana treatments bo'lsa and golf. Demak o'z-o'zidan bizda bor, bunda A variantda bor edi. Demak 12. The Lincoln Hall Hotel luxury for Georgian mansion, heated outdoor indoor pool, large jungle gardens, terrace, 5 minutes walk to Garber Town. Special offers in July from only o'sha $147 evaziga bu turli xil special onlarni ya'ni muhim tarzdagi yangilik, ya'ni ajoyib taassurotlarni olib kelar ekan. 5 minutlik yo'l ekan Garbour Towngacha, Garbour mahallasigacha 5 minutlik yo'l ekan. Heated outdoor tashqarida isitish, indoor pool. Demak, ichkarida ham tashqarida ham yengilliklari bor ekan. Demak, bir javoblar ko'p chiqamiz. Bizda A varianti ketdi. B ketdi. Bu I ham ketdi, F ham ketdi, G ham ketdi, G ham ketdi. Tak. Endi hop. Only in July stay 4 nights by 4-3. Demak, special. Mana yuqorida keladigan bo'lsak 4-3. Stay 4 nights but you only pay for 3. Hop, bu yerda ham keladigan bo'lsa, say ko'rishingiz mumkin 11 ga each bo'lyapti. Birgina stay for day 4 day 3. Demak, each ham ketdi va 13 ga kelsak, the Norfolk Mid Hotel might breaks from $5 ga o'sha dinner, bed, breakfast, delight, Georgia. Man bitta joydan bilishingiz mumkin. Dogs welcome. Kuchuklar. Demak, yuqorida dasta borda you can take your dog with you. D. O'zidan D. Dogs. Shuligi uchun o'zidan keldi. Demak, bu qaysi deydi? D deydi. Eng oxirgisi last question. We treat like royalty for just hop, demak North Wales bitta ko'rishimiz mumkin. Bu yerda North Wales o'rniga North Wales kelyapti va mana shu bo'ladi. Bu yerda kalit so'zimiz North Wales. Qaysi deydi demak? C variant. Hop. Material reading part 1 va 2 qismida jam bo'lib 14 ta savol egallaydi. Bunda siz xato qilishga haqqingiz yo'q. Bordiyu bularda xato qilarkansiz,
yuqori ball kutmang, sababi bular hammasi easy questions. Ko'rishingiz mumkin, bular hammasi easy measy savollar. Demak, hammasini birma-bir topib chiqdik mana. Boshidan boshlab topib chiqdik. Men yuqorida ta'kidlab o'tib ketgandek, sizda agar vocabulary, grammar, correct translating bo'lsa, siz hech qachon qiynalmaysiz. Men javob bera olaman. Mana shu ikkalasi, umid qilaman bugungi darsimiz sizga tushunarli bo'ldi. Mana shu ikkalasi avvalgi imtihonlarda tushgan. Adashmasam o'tgan yil tushgandi. Hammasini yodga oling va men guruhga bu PDF shaklida tashlab qo'yaman. Bizning ijtimoiy tarmoqlarga obuna bo'ling va do'stlaringiz bilan ulashing. E'tiboringiz uchun rahmat kattakon do'stlar. Maqsad haqiqatdan ham mavjud, ammo u tomon olib boradigan yo'lning o'zi yo'q. Frans Kafka. Mana shuni aytgan ekan. Maqsadingiz mavjud, lekin u tomon olib boradigan yo'lning o'zi yo'q. To'g'ri. If you don't have a discipline, you will never be successful. Agar senda intizom bo'lmasa, sen hech qachon muvaffaqiyatli bo'la olmaysan. Mana shu narsani unutma. Hamma nimani kaliti bu intizom, hard work, hamma nimasi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan bo'ldi Behroz Teacher.